bugungi konferensiyada nafaqat respublikamiz va qo'shni respublikalar olimlari, balki uzoq xorijiy davlatlardan ham, jumladan Iordaniya, demak Turkiya, Nepal, Pokiston kabi boshqa, Belorussiya va boshqa davlatlardan ham bir qator olimlar o'zlarining prezentatsiyalari bilan, ma'ruzalar bilan ishtirok etishmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, dunyoda global iqlim o'zgarishi sharoitida suv taqchilligi, yuqori harorat, to'proq degradatsiyasi, shuningdek to'proq sho'rlanishi kabi abiotik omillarning ta'sirida barcha qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga katta zarar yetmoqda. Ma'ruzachilarimiz o'zlarining chiqishlarida mavjud genofonddan samarali foydalanish, chunki bu birinchi navbatda o'sha global iqlim o'zgarishi sharoitiga mos bo'lgan navlar seleksiyasida, demak o'sha sharoitlarga mos bo'lgan yangi navlar va duragaylar seleksiyasida bu juda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, hozirgi ilg'or texnologiyalar, jumladan markerlarga asoslangan seleksiya, molekulyar genetik uslublar, DNK tahlillar, CRISPR-Cas9 uslublari, GWAS texnologiyalaridan foydalanish orqali, ya'ni bu zamonaviy texnologiyalar, qolaversa sun'iy intellekt, smart texnologiyalardan foydalanish orqali, demak, hozirgi seleksiya jarayonini jadallashtirish, ya'ni speed breeding deymiz, qisqa muddatda o'sha sun'iy sharoitlarni hosil qilib va tezroq bir yil davomida ko'proq avlodlar olish orqali, demak, hozirgi sharoitda nafaqat o'sha global iqlim o'zgarishi sharoitiga mos yuqori hosildor, balki mahsulotining sifati ham yuqori bo'lgan navlar seleksiyasiga alohida urg'u berildi. Konferensiya ishida, demak, shunaqa suv tejovchi texnologiyalar, aqlli texnologiyalardan foydalanish, qolaversa mineral o'g'itlardan foydalanish va to'proq unumdorligini oshirish orqali, ya'ni ekinlarni almashlab ekish, o'sha texnologiyalarni qo'llash orqali, demak, hosilni oshirishda mana shu texnologiyalarning ahamiyati ham muhokama qilinmoqda. Men o'ylayman, bugungi konferensiya ishida ishtirok etayotgan xorijiy olimlarning ma'ruzalaridan mahalliy seleksiyada foydalanayotgan olimlarimiz, yoshlarimiz katta xulosa chiqarib oladilar va bugungi konferensiya ishi davomida, demak, keyingi yillarda qaysi yo'nalishga e'tibor qaratish kerakligi ham muhokama qilib olinadi va belgilab olinib, bu borada ishlarni jadallashtirishga asos bo'ladi deb o'ylab qolaman.